kelin nima qilyapti? Bu futbolga qiziqadi-ku, trend qolibdi dadashni. Makiyaj qilyapti deb o'ylabman. Begim, men tanladim. Menga mana bu ko'ylakni olib bering. Qaysi? Mana shu ko'ylakmi? Xuddi shunday. Shunaqa chiroyli turibdi, orzuyimdagidek bo'ldi-da, rahmat. Rahmat, kerak yo'q, o'zi 70 ming ekan, kerak bo'lsa yana olib beraman. Shortigini men kiyib olaman buni. Shortigini kiymayman, kerak yo'q. Ona tinchlikmi? Ha, oldinlari serial ko'raman desam, dadang boks ko'ramiz deb qo'ymasdi. Niyat qilib kelin oldim, serial ko'ramiz desam, uning ahvolini qara. Penaltini shunaqa tepdim. Hozir chiqay, davomini aytib beraman. Begim, to'xtang, mana bozorda ro'yxatini qilib qo'ydim. Be. Go'sht, yog', sok, sirni palchika, qurt, semichka. Bugun kechqurun o'rtoqlik uchrashuvi borda, maza qilamiz. Jo'ramga o'xshaysan. Gol! Tep. Ha, oshir. Sindi-ya. Xavotir olmang, mana Alifda 12-iyundan 16-iyungacha Alif juma aksiyasi bo'lyapti. 2 baravargacha arzon, 24 oygacha bo'lib to'lashga beradi. Olib kelib qo'yasiz-da televizor. Yo'q, olib kelib qo'yaman, bu safar sindirma lekin. Hayajondaman. Oha, kelin nima bo'ldi? Ana u nima jahon chempionatiga o'ynayotgan bo'lib to'shagin yig'layapti, xursand. Nerami? Kim edi endi u? Xudo tarafdan bo'lsa kerak-da. Ha.